Akalar, endi chazor mashina. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Lab 5 tami? 5000 topuvdim. Xo'p. Minani ishlatib yubordim. Jeta 3700 bor. 3700 3700 bilan ham variant qilsak bo'ladi, topamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Ko'pgina mijozlarimiz tagiga ko'ra endi chazor mashinasi ham boshlang'ich atiga 45 million so'm evaziga BYD Xibri avtosalondan bemalol xarid qilib olib ketsangiz bo'ladi. Asosiysi halol nasiya. Kimga ma'lumotlar qiziqroq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Biz o'zimiz sizga to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Chazor mashinasidan keling, birga obzor qilamiz. Chazor mashinalarimiz ko'rib turganinglardek 4 xil pozitsiyada hamma rangimizdan bor. Nalichida bemalol kelib, BYD Xibri avtosalonidan xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turganinglardek salon qismlarimiz kojadan qilingan, sideniyalari eko koja, undan tashqari tarpetkalarimiz ham kojadan. Salon qismlarini ko'rsatib o'rasiz. Mashinamizda ko'rib turganinglardek 1208 dyumli monitor, sensorli ekran, 90 gradusga ham hayladi. Undan tashqari 360 kameralardan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bu yerda besparodnoy zaryadka, stakanchiklar, undan tashqari shaybali skorslarimiz ham mavjud. Beskulchovoy dostop, start stop bilan bemalol mashinani o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Undan tashqari NFC kartalari orqali siz mashinani ham ochib qulflasangiz bo'ladi. Mashinalarimizni birinchi pozitsiyasidan tashqari qolgan 3 ta pozitsiyasida lyuklari mavjud. Undan tashqari siz ovoz orqali ham bemalol mashinamizni boshqarsangiz bo'ladi. Hi BYD. Открой люк. Lyuklarni ham o'zi ochadi. Oynalari, undan tashqari siz bemalol ovoz orqali konditsionerini yoki radiolarni ham ovoz orqali boshqarsangiz bo'ladi. Mashinamiz 5 o'rindiqli. Salon qismlari ko'rib turganingizdek keng. Asosiysi business class. Keling, bagaj qismlarini ko'ring. Dam olib yotsangiz ham bo'ladi, jigar. Mana bularni bir chekka qilib qo'ying. Bagaj qismlarimiz 450 litrli, keng hajmda. Undan tashqari komplektida ikkita zaryadchiklari ham qo'shib beriladi. 7 va 108 kilovatning. Mashinamizning diskasining hajmi 16, pozitsiyasiga qarab hajmlari ham o'zgaradi. Meni ismim Shohruh. Agar kimga shunaqa barakali mashinalar kerak bo'lsa, BYD Xibriga tashrif buyuring. BYD barakali.